Ko'chada lolada yuribdi ayollar, ko'chada lolani ko'rib kelgan o'g'limiz uyga kelsak, kelinimiz g'o'zapoya bo'lib tursa yoqadimi? Bu shim yoqmaydi. Kelgan desa o'g'lim kelmayapti, 2 kunda bir keladigan bo'lib qoldi, kech keladigan bo'lib. Endi battar bo'laylik endi. Xarajatni o'zimiz qildik, o'choqqa o'zimiz o't yoqdik, ovqatni o'zimiz qildik, bitta ochuvdik, bo'tqa bo'lib qoldi. Endi battar bo'laylik. Bolani o'zimiz tug'dirdik, o'zimiz tarbiya berdik. Endi bola buzildimi, endi o'zimiz battar bo'laylik endi. Bu achchiq haqiqat bu. Nimaga? O'zimiz bergan tarbiya natijasi shu. O'zimiz sharoit qilib bermaymiz. Uyda hammom yo'q bo'lsa yo'qki, marosim bilan ovora xalqimiz. Yig'ishtirish kerakmi marosimlarni? Hozir musulmonda juda ko'pini uyda hammom yo'q. Eri xotinni orasini buzadigan asosiy narsalardan biri bir-biridan keladigan badbo'y hid deydi. Mana misol zo'r ovqat solib keldi, bir chini go'shtni bosib